Bismillah deb darsimizni boshlaymiz. Bugun 5-darsimiz. Xo'p, bugungi darsimizda middleware'larni yaratishimiz kerak edi avtorizatsiya uchun. Xo'p, bizda klient qismi hamda backend qismlari ancha shakllangan. cd server papkasiga kirib olamiz va npm run dev komandasi orqali serverimizni start qilishimiz mumkin. Bu yerda bizda Telegram botimiz ishga tushdi. Serverimiz 80-portdan 8080 portidan ishga tushdi. Databasega connect bo'ldi. Ma'lumotlarni initialize qildi bu. Xo'p. Server faylimizni ochib olamiz. Buning ichida middleware bor. Xo'p, middleware'imizga aus middleware yozamiz. .js to'g'ri yozdimmi? To'g'ri yozibman. Xo'p, middleware'imiz shunday narsaki, bizga qandaydir so'rovlar keladigan bo'lsa, dasturimizga shu so'rovlarning o'rtada turib, avtorizatsiya qismlarini aniqlab beradi. Agar avtorizatsiyadan o'tmagan yuzerlar bo'ladigan bo'lsa, ularga resurslarga dostуп bermaydi. Agar avtorizatsiyadan o'tishgan bo'lsa, ularga nima qilib beradi? Access beradi. Ma'lumotlar uchun. Xo'p. Bizda hozircha faqat ikkita router bor, verify hamda logout uchun. Biz qolgan routerlarimizni ham yozib chiqishimiz kerak. Pull app loyihasi uchun qurilgan mana bu yerda database dizayni bor. Ko'radigan bo'lsak, userlar Pulse. Endi bu yerda biz nima qilishimiz kerak ekan? Pulse'lar uchun routerlarni yaratib olamiz. Router papkasidan pulse.js deb bu yerga folder yaratamiz. Xo'p, bu yerga xuddi mana bu kabi routerimizni chaqiramiz va bizga controller hamda validationlar kerak bo'ladi. Yana bularni hammasini yaratib olamiz mana bu yerga. Servis ichiga xuddi mana bu kabi ko'chirib olsak, servisimiz ichiga pulse.js faylimiz, bu yerga nimalarni import qilamiz? Bu yerga import qilamiz databaselarni. Database emas, SQL helperlarni import qilishimiz mumkin. Va yana bu yerga UID, JVT larni chaqirishimiz ham mumkin ekan. Xo'p, bizga bu yerda JVT kerak bo'lmaydi. Bu yerda require deymiz. Require bu database ichidan keladi. Bu yerdan bizga nimani olib kelishimiz mumkin? Query ni olib kelishimiz mumkin. To'g'ri kelgan bo'lsa agar. To'g'ri chaqirib olamiz. Bu yerdan SQL Hop. Uzr, bu yerdan emas ekan. Pulse ichidan SQL helper ni olib kelamiz. Bu yerga query keladi. Hop. Query hamda transaction ham kelishi mumkin. Chunki bir vaqtning o'zida ikkita joyga ma'lumot saqlanayotganda transaksiyonlardan foydalanadi. Bu yerga esa UID ni chaqiramiz. Class chaqiramiz. Pool service. Bunday qilib yaratib qo'yamiz bu narsani. API/create pool. Bu yoqqa esa async create deb mana bunday yozib qo'ysak bo'ldi. Hop.
Ha, modulni eksport qilib olamiz. Modulni eksport qilib olamiz. Hop, bizga kerak bo'ladi yana controller pulse .js pull controller pull router. Hop, servisimiz pull servis bo'ladi. Bunday qilib qo'yamiz. Hop, kontrollerimizda ham hop, bu yerga servisni chaqiramiz va responsni chaqiramiz. Responsni yuqoriga olib kelamiz. Pull servisni mana bu yerga olib kelamiz. Hop, class pull controllerimizga pull servisimiz ichidan create'ni chaqiryapmiz. Create'ni, ya'ni mana bu funksiyani. Hop, bundan status qaytadi, message hamda data qaytadi. Bundan qaytgan ma'lumotlarni responsga beramiz. Statusda bizda respons ichidagi funksiyani nomi va funksiyaga parametrlar. Xatolar bo'ladigan bo'lsa, xatolarni konsolga chiqaramiz. Hop, va buni ham eksport qilamiz. Bizda controller tayyor, router tayyor. Routerlarni keyin shakllantiramiz. Servis tayyor va verification. Pull. Verification emas, validation. .js. Hop, bunda ham o'zini chaqiradigan funksiyalari bor edi. Response hamda checklar va bu yog'iga esa pull validation. Class bilan yozamiz. Pull validation. Ya'ni bu yerga pull create qilayotgan vaqtda ishlatiladi. Hop, async create qilamiz. Response request, response hamda next. Buni ham eksport qilamiz. Hop, bizda bu joyda ham tayyor. Buni ichi qismini keyinchalik yozib chiqamiz. Routerimiz, pull routerni mana bu yerga const controller, pull controller hamda pull validation. Hop, ko'ramiz, bular hammasi to'g'ri kelyapti bizga. Pull validationni qaytadan tekshirib olamiz. Bu ham to'g'ri kelyapti. Hop, bizda endpointer olamiz. Bu yog'iga router nuqta post create yozamiz. Create slash pull, shundaymi? Pull control API create pull ekan mana. Create pull ekan. O'zi asli mana shuni bunday yozganimizda yaxshi bo'lardi. Pull slash create yozganimizda yaxshi bo'lardi. Hop. Shunda routerimizda mana bu yerning o'ziga create qo'ysak bo'lgani. Routerimizni eksport qilamiz. Bu yerdan va buni server asosiy AppJS ga chaqiramiz. Buni mana bunday bitta kopiya olamiz. API bunisini pull yozamiz. Bu yog'ini esa routerning ichidan pull routerdan kelyapti deb aytib qo'yamiz.
Hop, serverimizni ko'ramiz. Serverimizda hammasi yaxshi. Ya'ni hech qanday muammosiz ishlayapti. Hop, biz bu qismni yopishimiz mumkin. Database mana bu eng chekkaga olishimiz kerak. Routerimiz, undan keyin validationimiz, undan keyin controller, undan keyin esa servis. Hop. Pool yaratish vaqtida userdan nima talab qilinadi? Pool yaratish vaqtida, so'rovlarni yaratish vaqtida biz post qilamiz. Bu yog'ini esa aus emas, bu yog'iga pool/create yozamiz. To'g'ri yozgan bo'lsam, to'g'ri yozmadim. Bu yog'iga esa body'ga ravno tanlab ma'lumotlarimizni kiritamiz. Ya'ni ID o'zi avtomatik ravishda generatsiya qilinadi. User ID'si o'zi avtomatik ravishda olinadi, chunki qaysi user bu poolni yaratmoqchi bo'layotganligini aniqlaydi va bu yerda statusini biz defaultga pending qo'yganmiz. Buni ham poolni yaratgandan so'ng buni aktivlashtiradi va bu yerda question savol bo'ladi bizda. Savol bo'ladigan bo'lsa, test deb qo'yaylik, hamda bu yerdan biz yangi collection yaratamiz. Bu yerga pool deb qo'yamiz hamda create pool deb qo'yamiz. Mana bu yoqsak hamda poolning ichiga create a pool bu yerga joylanadi. Hop, endi question bor. Ya'ni buni type'ini, ya'ni pool type bu yerda user tanlaydi. Select optiondan keladi bu narsa. Ya'ni bitta variant tanlab olish mumkin yoki da ikkita variant tanlab olish mumkin. Bunda ikki xil variant bo'ladi. Tushunarlimi? Bitta variant yoki ikkita variant tanlash imkoniyati bo'ladi userda. Shunaqangi pool va bu yerda pool type of pool, ya'ni buni poolni nimasi turi yana tak. Bizda bu public bo'ladi yoki private bo'ladi. Hop. Mana bu yerga bitta virgul qo'yamiz. Mana bunday qilib publicni mana bu yerga joylab qo'yamiz. Private bo'lganda bunga alohida nimalarni, userlarni qo'shib qo'yish kerak bo'ladi. Faqat o'sha qo'shilgan userlarning o'zi javob bera oladi. Ya'ni hamma bunga javob bera olmaydi. Va poolni boshlanish vaqti, ya'ni so'rovnoma boshlanish vaqti Xo'p, so'rovnomani boshlanish vaqti bizda 2025 chiziqcha 04 bugungi chislamiz 06 va bu yog'iga vaqti bo'ladigan bo'lsa, aytaylik 10-kuni 00:00 boshlansin deb qo'yamiz. Xo'p, virgul qo'yamiz, bundan bitta kopiya olamiz va bu tugash vaqti. So'rovnoma tugash vaqti. Xo'p, bular avtomatik ravishda bular hammasi nima bo'ladi? Yaratiladi. Hamda buni create qilinayotgan vaqtida front-end tomonidan ishlatiladi, ya'ni optionlari bo'ladi poolni. Turli xil optionlar belgilanishi mumkin. Bularni JSON formatida yuboramiz bu narsalarni ham. Xo'p, ya'ni mana bunday qilamiz. Lekin
Bu bizda obyekt bo'ladi. Obyektning ichida pool ID, to'xtanglarchi, bu yerda nima muammo? Yo'q, pool emas, option text ekan, faqatgina shu o'zi. Xo'p, birinchi javob deb qo'yamiz. Bular so'rovnoma natijalari. Xo'p. Buni biz faqatgina option textni mana bunday qilib bersak yaxshi ekan. Array sifatida bersak ham bo'lar ekan. Tak. Bunday qilamiz. Mana bunday qilamiz tekin. Birinchi javob, ikkinchi javob, uchinchi javob, uchinchi javob. Xo'p, mana bunday qilib berishimiz mumkin ekan. Xo'p, endi mana shu narsalarni xo'p, biz backendga yuborishimiz kerak. Qolgan ma'lumotlar bu yerda verification kod kerak emas, bu resultlar kerak emas, option. Xo'p, qaranglar. Create pool, ya'ni send qilgan vaqtimizda bu nima bo'ladi? Bu bizda validationga tushadi. Validationga konsolni ochamiz. Logda bodydan kelayotgan ma'lumotni ko'ramiz. Xo'p, bodydan mana bu ma'lumot kelyapti. Qayerdandir bitta undefined kelyaptimi? Qayerdandir bitta undefined kelyapti. Lekin qayerdaligini bilmayman. Mayli. Xo'p, mana shularga biz validatsiya yozishimiz kerak. Ana konsol log ichida konsollar bo'lib qolibdi ekan. Aytdim, o'zim nimaga bunaqa muammo chiqyapti. Xo'p, mana bizda kelayotgan ma'lumotlar. Endi biz bu yerda schema yozishimiz kerak. Bu yerga biz type'ini yozamiz, objective va nimalar bor? Property'lari bor. Property'lari bor. Hop. Birinchi, ya'ni savol. Savolni mana bunday yozishimiz mumkin. Ya'ni minimal 3 ta bo'lsin deb qo'yamiz. Va maksimal 255 ta deylik. yoki 256 ta. Biz buni type'ini text yozganmiz. Bu istalgancha ma'lumot qabul qila oladi. Lekin chegara qo'ygan yaxshi. Xo'p. Va string bo'lsin. Har doim bu string ma'lumot qabul qilsin degan deb qo'yganmiz. Xo'p, mana bunday qilamiz. Hamda error message ni mana bu yozgan bo'ladi. Xo'p. Detalni yozadigan bo'lsak, xo'p.
ya'ni type nima bo'lishi kerak? String bo'lishi kerak. Maksimal mana shuncha bo'lishi kerak. Maksimal, minimal 3 ta bo'lishi kerak. Maksimal 256 ta bo'lishi kerak deb qo'yamiz. 255 qo'ygan yaxshi shunga. Xo'p, mana bunday qilib qo'yamiz. Bu ya'ni oshib ketsa ham, kamayib ketsa ham, type xato ketganda ham hammasini handle qilib, return qilib beradi. Hop, ya'ni question, ya'ni bizda birinchi qismi tugadi, tayyor. Va ikkinchisi, ya'ni full type. Bunda ham aytyapmiz, ya'ni string bo'lsin, enumda nima beryapmiz? Single choice yoki multiple choice beryapmiz. Biz bundan haqiqatan shunday to'g'riligimi tekshirib olamiz. To'g'ri ekan. Faqat ikkalasidan bittasini qabul qiladi, boshqa variant qabul qilmaydi. Bu yerda agar type xato kelsa, xatoligini aytadi. Agar bundagi xatolik chiqadigan bo'lsa, ya'ni qanday ma'lumot bo'lish kerakligini bu aniq nima qilib qo'yapti, ko'rsatib qo'yapti, yoki unda yoki bunday bo'lgan ma'lumot qabul qilaman deb qo'yadi. Hop, bizda ikkinchisi ham tayyor. Hamda uchinchisi bu so'rovnomalar hamma uchunmi yoki maxsus belgilanganlar uchunmi? Buni ham xuddi shu full type o'xshab ishlaydi bu ham. Va keyingisi vaqti, data time. Bu bizda ya'ni format data time bu bizda mana shu yil va vaqtni validate qiladi. Agar boshqa turdagi ma'lumot beriladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Xatolik keltirib chiqaradi. Tak, mana bunday qilib qo'yamiz. Mana biz bo'lmaydi buni, mana bunday qilib qo'yamiz. Tugash vaqti ham xuddi shu kabi bo'ladi. Hamda optionlarni istagancha berish mumkin. Hop. Full options, ya'ni bu bizda array qabul qilar ekan, item ekan. Va type string bo'lsin ekan, minimal bitta, maksimal 255 ta deylik. Ya'ni error qandaydir xatolik bo'ladigan bo'lsa, nima? Qandaydir xatolik bo'ladigan bo'lsa, xatolarni handle qiladi. Tak. Item array, hop, buni qo'yildi. Bu item uchun validatsiya, bu esa umumiy option, full option uchun. Hop, endi bizda keyingisi require'lar, ya'ni talab qilinadi. Nimalar talab qilinadi? Bulardan hammasi talab qilinadi. Hamda additional property'larni false qilib qo'yamiz. Hech qanday qo'shimcha ma'lumotlar qabul qilmasin. Errorda aytib qo'yamiz, ya'ni required, ya'ni talab qilinadi, mana shular talab qilinadi deb qo'yamiz. Hamda additional property ham qo'shilmasin deb qo'yamiz body'ga. Xo'p, bizda sxemamiz tayyor. Sxemamiz. Biz buni testdan o'tkazamiz. Try catch. Buni ham o'zi allaqayda tayyor qo'yganmiz biz. Allaqaylada mana bu yerda ekan. Buni ko'chirib olamiz degan, bu yerga joylaymiz. Xo'p, sxemamizni beryapmiz, validatsiyani checkni ichiga va body'dagi ma'lumotni beryapmiz. Agar qandaydir xatolik chiqadigan bo'lsa, warning beramiz, aks holda next ga o'tkazib yuboramiz. Bu yoqda errorlarni handle qilib olamiz. Xo'p, bu yerdan ma'lumotni ko'ramiz. Ma'lumot yuboramiz. Ya'ni bizda vaqt xatoligini aytyapti. Hozir men tekshirib ko'raman, vaqtni to'g'ri formatda beryapmanmi o'zi. Xo'p. Vaqtni to'g'ri beryapmizmi? Time.
Data time bo'lganda tekshirib ko'ramiz. Hmm. o'n tochka chiziqcha 04 2025 shunda boshlansin. Bunday qilib qo'yamiz. Bu yoqdan so'rov yuboramiz. Ha, bizga bu yana xato. Vaqti. Hop. AGV dan format. Qanday formatda qabul qiladi bu? Date bo'lsa, mana bunday holatda time true. Tak. Start time'da xatolik deyapti bu. 25 chiziqcha 04 chiziqcha 10. Ha, mana bunday holatda qabul qilganda bu. Xo'p, agar biz yil, oy, kun hamda soat hamda minut qabul qilishi uchun nima qilinadi deb so'raymiz. Custom nimasini yaratish kerak endi bunga. Shunda mana shunday holatda qabul qila olar ekan. AGV format. Hop, qaranglar, mana bunday holatda qilsak ham bo'lar ekan. Ha. Shunda biz utils ichidan mana bunga AGV ga
type'ini string berar ekanmiz. Hamda mana bu kelayotgan vaqtni mana bunday holatda qabul qilishga majburlashimiz mumkin ekan. Xo'p, tekshirib ko'raylikchi. Ha. Bunday qilib. Ha, yo'q. Shart emas. Xuddi shu, chunki nimadan olayotganimiz ham xuddi shunday formatda ma'lumot olamiz. Hop. Buni belgilab qo'yamiz. Bunday qo'yamiz. Bunday qo'yamiz. Hop, shunda bu 04:06 da boshlanadi. Aytaylik, 10-sana 23:00 da boshlanadi. Hamda 10-sana 04:29 da tugaydi deb qo'yamiz. Endi bu yog'i xatolik. Tak, biz mana bu narsani olib tashlaymiz bu yerdan. Tekshiramiz. Xatolik qayerdan ketdi? Xatolik bu yerdan kontrollerdan chiqadi, chunki biz mana bu yerga servisimizga yozib qo'yishimiz kerak edi. Return prosta bunday qo'yadigan bo'lsak, hammasi okey bo'layotganligini ko'rsatib beradi. Xo'p. Hozir biz mana bu yerda qaranglar. O'zi asli mana asosiy qismlardan bittasi konsolda request.body dan kelayotgan ma'lumotni olishimiz mumkin. Lekin buni qaysi user bu yerga jo'natganligini bilmaymiz. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Middleware'ni ishga tushirishimiz kerak. Xo'p, hozir bu ko'radigan bo'lsak, birorta cookie, hech qanday cookie ham jo'natmayapti. Hech qanday avtorizatsiyalarsiz bu nima qilyapti? Ma'lumotni yaratishga harakat qilyapti. Xo'p, ma'lumot yaratilayotgan vaqtida bu yerda ko'ryapsizlar, user ID bor, ya'ni not null bo'lish kerak, обязательно user ID bo'lish kerak bu yerda deyapti. Va userning boshqa ma'lumotlari ham nima qilinadi? Keyinchalik ishlatiladi. Shuning uchun biz mana bu yergacha bo'lgan qismini tayyorladik, lekin o'rtada middleware bo'lish kerak, albatta. Xo'p, bizda aus middleware'imiz bor. Aus middleware'imizni yozib olamiz. Aus buni eksport qilamiz. Xo'p, bu narsani eksport qilib serverga olib kelamiz. Xo'p, mana bu yerdan middleware'imizni joylab qo'yamiz. app.use Xo'p, app.use /API bu kirgandan keyin, ya'ni API da har bitta API bilan boshlanadigan joyda albatta biz middleware'imiz ishlasin deb qo'yamiz. Routerlarni nima qilsin? Himoyalasin deymiz. Aus middleware'imiz mana bu yerda ishlaydi endi. Xo'p, ko'ramiz, hammasi yaxshi, lekin endi so'rov jo'natganimizda hech qanday javob qaytmaydi. Bu pending bo'lib qoladi, ya'ni kuchli rejimga o'tib qoladi. Buning uchun biz middleware'imizni ishga tushirib olishimiz kerak. Xo'p, konsolga qaraymiz. Aus middle ishlayaptimi yo'qmi tekshiramiz. Xo'p, qaraydigan bo'lsak, bizda mana aus middleware'imiz ishlayapti ekan. Buning ichidan biz request cookie ma'lumotlarini olamiz. Log request.cookie'larni olamiz. Ko'radigan bo'lsak, bu yerda hech qanday narsa yo'q.
biz eski proyektlarimizda biz middleware'lar yaratganmiz. Shu middleware'lardan ko'chirib olamiz. Xo'p, bu yerda bizda backend bor ekan, Express bor. Expressda qaysidir mana shuni ochaylik, mana shuni ichida bo'lishi kerak sira. Xo'p, bu yerda bizda middleware bor ekan, mana tayyor middleware yozib qo'yganmiz. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, mana middleware'imiz mana yerda tayyor turibdi ekan. Kerak bo'ladi bizga access hamda refresh tokenlarni handle qiluvchi middleware'imiz. Bu yerga kerak bo'ladi bizga GVT'lar, chunki nima uchun? Ma'lumotlarni mana yo'q olib qo'yaman buni. Tepaga. Xo'p, mana bu yerga olib qo'yamiz. Bu bizga responslarni qaytarish uchun kerak bo'ladi. Responslarni qaytarishimiz bu esa GVT'ni parsing qilish uchun, GVT'dagi tokenlarimizni parsing qilishimiz uchun kerak bo'ladi. Hashlangan kodlarni. Xo'p, bizda access hamda refresh token nimalari bor? Ularni handle qiluvchi funksiyalar bor. Konsolga qaraymiz. Bu esa refresh token, bu esa access token. Xo'p, bu yerdan request qilamiz. Qaraydigan bo'lsak, ikkalasi ham bizdan null kelyapti. Xo'p, endi bu yerdan biz ro'yxatdan o'tishimiz uchun verify qilishimiz kerak. Kodni jo'natadigan bo'lsak, bu bizda xatolik chiqaradi. Xo'p. Qaranglar, hozir mana bu yerda shunday narsa bo'lib qoladi. Bizning middleware'imiz hamma joy uchun ishlaydigan bo'lib qoladi. Xo'p. Mana bu yerdan esa tak serverimiz qani? Mana bu qismini yopib turaylik-da. Mana bu yerda bizda our middleware. Bu yoqda esa bizning app'imiz. Biz buni shunday app'dan bitta pastga kopiya qilib uzr. Tak. Pastga tushirib qo'ysak ham bo'laveradi. Yoki to'g'riroq varianti bu yerdan biz qayerga so'rov ketayotganligini aniq olishimiz mumkin. Misol uchun aytamiz. request.pass deymiz. Ya'ni qayerga so'rov ketyapti. Xo'p. Pass beramiz. Pass name emas. Xo'p, ko'ryapmiz. Ya'ni verify uchun, AWS'dagi verify uchun bizda so'rov ketyapti. Hamda ikkinchi nuqtasi bizda nima bor? Logout bor. Xo'p, mana shu ikkalasini biz public route qilib qo'yamiz mana bu yerdan. Ya'ni agar mabodo shunga teng kelib qoladigan bo'lsa, next qilib o'tkazib yuboramiz. Const public routes. Xo'p, login ishlamaydi, register ishlamaydi, verify va mana bularni public qilib qo'yamiz. Tak. Yoki bo'lmasam, bizda include funksiyasi bor. Include da mana bu qachonki mana bu AWS ishlatilgan vaqtida nima qilsin? O'tkazib yuborsin degan buyruqimiz qo'shishimiz mumkin. Mana bunday turib is public route qilib turib Xo'p, is public route qilib turib mana bu yerga yozishimiz mumkin. Xo'p, request.pass. Ya'ni mana qachonki mana shu AWS keladigan bo'lsa, mana bu yerdan bizga true yoki false qaytaradi. Xo'p. Ko'ramiz, ya'ni false. Nimaga false? Logout, verify. To'xtanglar, buni mana bunday qilaylik. Include AWS topiladigan bo'lsa,
log ya'ni true. Qachonki mana shu row turlarga, ya'ni aus bilan boshlanuvchi joylarga kelganda bu true qaytaradi. True bo'lganda shart yozib qo'yamiz. If deymiz, ya'ni public row bo'lganda return bo'lsin. Next, ya'ni pastki qismga o'tmasin. Xo'p, ko'ramiz endi qachonki verify ni bosgan vaqtimda verify funksiyasi ishga tushyapti. Xo'p, biz Telegram botdan yangi tasdiqlash kodini olamiz. Xo'p, yangi tasdiqlash kodi keldi bizga. Yangi tasdiqlash kodimizni ishlatamiz. Bu yerga qo'yamiz hamda login tugmasini bosamiz. Xo'p, bizga cookie'larni hamma ma'lumotlarni berdi. Endi create poll qilgan vaqtimizda xo'p, bu yerda nimalar chiqadi? Xo'p, bizga Telegramimiz hozircha kerak emas. Xo'p. Bizga tak bergan cookie'lar access token hamda refresh token. Bular mana bunday holatda yozilgan ekan. Shuning uchun bularni ola olmadi. Xo'p, mana bunday. Mana ko'rasizlar, bizda ikki xil token bor. Xo'p, qolgani bu yog'ida yozib chiqilgan ekan. Bularni ko'chirib qo'yib qo'ysak bo'ldi. Oldingi darslarimizda bu narsani qilgan ekanmiz. Try-catch yuqoridan boshlab ishlagan ekan bizda. Try-catch. Mana shuni hammasini try ga qo'yamiz. Xo'p, mana bunday qilamiz. Eski darslikdagi funksiyalarimizni joyladik bu yerga. Hamda mana buni agarda catch bo'ladigan bo'lsa, xatolik sifatida berib yuboramiz. Va mana bu agar hech qanday narsa topilmaganda ham deb qo'yishimiz kerak ekan mana bu yerga. Xo'p. Bu yerda nima qilyapti? Bu yerda access token bor yoki yo'qligini tekshiryapti. Xo'p, refresh token nimaga qo'ysak, to'g'ri joyda turgan bo'ladi. Bo'lish kerak bo'lgan joyda turgan bo'ladi. Bunday qilamiz. Xo'p, agar access token bo'lsa, o'zi access token muddati juda ham kam, ya'ni bu 15 daqiqa davomida ishlab turadi. Agar access token bo'ladigan bo'lsa, token ya'ni verify qiladi. Verify access. Xo'p, buni mana bunday qilaylik-da. Qaytadan chaqirib olamiz. Verify access token qilib, bunga ichiga access tokenni berib yuboramiz. Xo'p, user ma'lumotini qidiradi. Parsing qiladi. Parsing qilgandan keyin asosiy global requestga user ma'lumotini set qilib joylab qo'yadi va next qilib o'tkazib yuboradi. Agar access token bo'lmaydigan bo'lsa, undan so'ng refresh tokenni qaraydi. Agar refresh token bo'ladigan bo'lsa, buni ma'lumotini parsing qiladi. Parsing qilgandan keyin shu parsing qilingan token orqali yangi nima qiladi? Yangi user tokenini generate qiladi. Xo'p, mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, ba'zi bir to'g'rilash kerak bo'lgan joylar bor ekan. Misol uchun, bizda access token bor. Access tokenda nimalar bor? Nimalar saqlaydi o'zida? Tekshirib ko'ramiz. Bu yerga biz GVT saytiga kiradigan bo'lsak, bu yerda user ID bor ekan. Biz mana bu yerda set qilib berishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar bor ekan. Yangi user ID, ya'ni bu tokendan qaytgan userning ID'si hamda Telegram ID bor ekan. Telegram ID'ni ham refresh token orqali olamiz. Xo'p. Endi yangi access token yaratiladi. Yangi access tokenni mana bunday qilib headerga joylab yuboramiz. Aks holda agar bu ishlamaydigan bo'lsa, unauthorization beramiz. Agarda
refresh token bo'lmasa, yangitdan yana user ma'lumotlarini yaratamiz. Mana bu yerdan. Tak, mana bu ma'lumotni berishimiz kerak edi. Bu yerga. Xo'p, mana bunday qilamiz. Bu oxirgi shu darslarimizda o'tgan ekanmiz bu qismlarni. Agar hammasi okey bo'ladigan bo'lsa, refresh token orqali biz yangi access token yaratamiz va keyingi etaplarga o'tkazib yuboramiz. Agarda bizda access token ham refresh token ham ishlamaydigan bo'lsa, unda unauthorization beramiz. Xo'p, mana bunday holatda hozir ishlatib ko'ramiz. So'rov yuboramiz. Ya'ni bu yerda yaratildi dedi. Ya'ni authorization qismidan muvaffaqiyatli o'tib ketdi dasturimiz. Endi mana bu servisga qaraymiz. Pool servisga qaraymiz va bu yerdan body'dagi ma'lumot ko'ramiz. Body'dagi ma'lumot bor, body'ga ma'lumot kelyapti va bu yerga request.user deymiz. Request.user deymiz. Userning ma'lumotini ham ko'ramiz. Ko'radigan bo'lsak, bu promise nimaga bizda promise bo'lib qoldi? Bu yoqqa qaraymiz. Bu yerda biz sync yozib, mana bularni GVT-larni verify qilishdan oldin mana bu yerga biz nima await qo'yishimiz kerak. Hop. Await qo'yishimiz kerak, bo'lmasam bu ma'lumotlarni ola olmaydi. Hop, endi tekshirib ko'ramiz. Yana qaytadan so'rov yuboramiz. Ko'radigan bo'lsak, mana userning ma'lumotlarini beryapti. Ya'ni user ma'lumoti, user ID'si, Telegram ID'si. Va qachon yaratilgan, qachon tugashi va access tokenligi haqidagi ma'lumotlar. Xo'p, bizda bu qism tayyor va endi mana bu qismga kelamiz. Bu yerdan so'rov jo'natadigan bo'lsak, ma'lumotlarimiz hammasi ketyapti. Va bu yerdan ma'lumot yaratishimiz uchun backendga so'rov yuboramiz. Hop, backendga deyman, bazaga ma'lumotlarni yozamiz mana shu yerdan. Hop, kerakli test tekshiruvlarni o'tkazamiz. MySQL bazaga kirib olamiz. Birinchi o'rinda parolimiz ham, username'imiz ham bir xil bizda. Xo'p, bu yerga qaraymiz. Bu yerda pool bor. Ya'ni buni ma'lumotlarini yaratamiz. Xo'p. Bizda ma'lumot ya'ni bir vaqtning o'zida ikkita joyga, ikki yerga saqlanadi. Shuning uchun biz bu yerda transactiondan foydalanamiz. Xo'p. Transactionga tenglab olamiz. Hop, biz transactionni agar ko'radigan bo'lsak, transactionda nimalar bor? Transactionning ichida, ichki qismida bizda query'lar bor. Begin transaction bu birinchi funksiyani chaqirishimiz kerak. Ya'ni transactionning ichidan, ya'ni hozir biz transaction funksiyasida x o'zgaruvchi yuklaganmiz. Yuklaganimizdan keyin mana bu yerda tx dan nima begin transactionni chaqiramiz va ma'lumotlar saqlash uchun query'larni chaqiramiz. SQL funksiyasi va SQL queries hamda unga value beramiz. Transaction misol uchun yakunlangan vaqtda commit beramiz. Transaction agar muvaffaqiyatsiz yakunlanadigan bo'lsa, catchga rollback qo'yamiz. Agar transaction to'g'ri, hammasi muvaffaqiyatli yakunlanadigan bo'lsa, release qilib transaction yopiladi. Shunda ma'lumotlar to'g'ri saqlangan bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda tx.begin transaction funksiyasini chaqiramiz. Ya'ni bu transaksiyani boshlab beradi. Va bu yerdan biz ma'lumotni nima qilamiz? Birinchi ma'lumotni mana shu yerga olaylik. Qani? Yetgan ma'lumotimiz. Ma'lumotimiz mana bu yerga kelyapti. Hop. Hozir 1 minut.
Hop, boshladik. Ha, shaydamisizlar? Shayda. Hop. Ha, begin transaction orqali tranzaksiyani boshlab qo'yamiz. Ha, bu nima uchun kerak? Ha, ma'lumotlar omboriga bir vaqtni o'zida bittadan ko'p ma'lumot saqlayotganda bu narsa juda ham kerak bo'ladi. Ha, misol uchun biz hozir Pulse create qilamiz va undan keyin Pulse nimasini optionlarini yaratamiz. Mana shu optionlarni qo'shayotgan vaqtimizda muammolar kelib chiqishi mumkin. Ba'zi bir optionlar qo'shilib, ba'zilari qo'shilmasligi mumkin. Yoki faqatgina Pulse o'zi yaratilib, optionlar yaratilmasligi mumkin. Mana shunday holatlarda tranzaksiya agar ishlatiladigan bo'lsa, u albatta hamma ma'lumot to'g'ri saqlangandan keyin nima qiladi? Har bittasini agar hammasi muvaffaqiyatli bo'ladigan bo'lsa, tranzaksiyani release'ga yopadi. Ya'ni commit release'ga yopadi. Agar nimadir ichkarida, misol uchun 5 ta ma'lumotdan 3 tasi saqlanib, 2 tasi saqlanmaydigan bo'lsa, hammasini rollback qilib orqasiga qaytarib yuboradi. Ya'ni ma'lumotlarni saqlagizmaydi. Shuning uchun bu juda ham kerakli narsa. Shuning uchun ya'ni bittadan oshib bo'lgan joyga ma'lumot saqlanganda bu narsadan foydalanish kerak bo'ladi har doim. Bu yerda bizda hop mana bu ma'lumotlarimiz bor. Bu yerga esa bodydan chiqib kelayotgan ma'lumotlar bunda yozishimiz shart emas. Hop. Payload pool qilamiz. Hop, bu yerda nima qildik? ID, unique ID generate qilyapti. Question'ni yana yozyapti. Qanday question borligini, pool type'ni yozyapti. Nima ekanligini, pool ya'ni public yoki privateligini, tugash vaqti, boshlanish vaqti va optionlari. Optionlarini biz nima qilib olishimiz kerak? Ya'ni arrayga aylantirib olishimiz kerak. Arrayga emas, har bittasini bittadan qilib joylab chiqishimiz kerak. Misol uchun, bizda mana bu yerda nechta bor? Bunga o'xshagan narsadan, bizda mana bu yerda 3 ta bo'ladigan bo'lsa, biz mana shu yerga 3 ta saqlashimiz kerak. Har bittasini pool ID'si va o'zini unique ID'sini saqlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hop, endi bu yoqqa o'tamiz. Tak, bu yerda agar 3 ta bo'ladigan bo'lsa, 3 ta bo'ladigan bo'lsa, biz mana bunday qilishimiz mumkin. Request pool option, ya'ni for each qilib har biridan o'tib chiqamiz. Har biridan o'tib chiqqandan keyin har birini kelinglar mana bunikini yozib qo'yaylik. Mana bu yerga const SQL insert pool qilamiz va bizda pool ma'lumotlari, hop, bu yoqqa esa set qilamiz va bu yerga esa await qilib tx dan query ni chaqiramiz hamda bu yerga SQL ma'lumotimiz hamda pool ma'lumotlarimizni bu yerga joylaymiz va bu avtomatik ravishda nima qilib beradi? Ma'lumot saqlaydi. Va bu yoqda esa har biri, ya'ni har bir o'tib chiqqan, ya'ni bu har bitta option bo'ladi. Har bitta o'tib chiqilgan option uchun biz mana bu yerdan, ya'ni payloadini yaratib olamiz. Hop, ko'rayotgan bo'lsalaring bu yerda avtomatik ravishda UUID nima uchun? O'zi uchun unique ID generate qilyapti va pool IDni va mana bu yerdan olib kelyapti. Ya'ni pool ID payload ichidagi IDni olyapti har bittasi uchun va optionga o'sha kerakli o'zini optionini joylab olyapti. Hamda mana bu yerga SQL insert pool option qilib turib, ya'ni pool option ichiga ma'lumot saqlagin deyapti mana bu yerga. Mana bu yerga ma'lumot saqlagin deyapti. Bu yerga qachon yaratilishi boshqa ma'lumotlar kerak emas, chunki bu hammasi, ya'ni bu qachonki yaratilsa, bu albatta mana bu bilan birgalikda yaratiladi. Shuning uchun
bunaqasi kerak emas, boshqaligi created, add shunga o'xshagan qismlari kerak emas. Xo'p. Bu optionlarni yaratgandan so'ng, mana bu yerda qolib ketayotgan ma'lumotlar bor ba'zi. Bu yerda user ID bo'lishi kerak. User ID ni ham mana bu yerga saqlab ketish kerak. Bu narsani request ni ichidan olamiz. Ya'ni bu yerga bunday emas, ya'ni user ID deb saqlaganmiz. Stringda bo'lsa. Xo'p, mana bunday ko'ramiz. User ID. Bizda hamma ma'lumotlar to'ldirildi. DB ni ko'ramiz. Bazamizda va mana bu ma'lumotlar optionlari. Bu rezultatlar. Bu qachonki kimdir javob bersa, o'sha javoblarni, rezultatlarni yig'ib boradi bu. Xo'p. Agar hammasi mana bu yerda hammasi muvaffaqiyatli tugaydigan bo'lsa, bu yerga biz yozmagan narsamiz try catch blogi bo'ldi. Try catch ning ichida hammasi ishlaydi. Agar hammasi muvaffaqiyatli bajarilgan bo'lsa, nima qilishimiz kerak? Ya'ni tx ichidan commit chaqirishimiz kerak. Commit keladi. Commitdan keyin biz nimani release qilishimiz shart emas, release boshqa yerga qilamiz. Ya'ni bu yerga ham release yozsak bo'ladi. Mana bu yerga biz return qilib turib, mana bu yerda statusini success berishimiz mumkin yoki created berishimiz mumkin, ya'ni muvaffaqiyatli yaratilganligi haqida. Hamda datada hech qanday ma'lumot berishimiz shart emas. Agar catch bo'ladigan bo'lsa, nima qilishimiz kerak? Bu yerga qanaqangi error bo'lganligini aytishimiz kerak. Fail bo'lganligini aytib qo'yishimiz kerak. Xo'p. va bu yerda ham biz nima yozishimiz kerak? Await qilib turib, rollback yozishimiz kerak. Rollback qilgan vaqtimizda bu tranzaksiyani hammasini orqasiga qaytarib yuboradi. Hamda bu yerga esa release qo'yishimiz kerak. Har ikkala joyga mana shunday release qo'ymasdan try catch buni uchinchi nimasi finally bor. Finally ga release qo'ysak ham bo'ladi. Chunki nimaga? Finally catch ishlaganda ham, try ni ichida ishlaganda ham, catch ishlaganda ham albatta finally bu tugaganligini, загрузканы, ya'ni tugaganligini, proses tugaganligini bildiradi. Shuning uchun finally ga biz nima qo'yib qo'yamiz? Release ni finally ga joylab qo'yamiz. Xo'p, buni bir test qilib ko'ramiz. Nima bo'ldi? Nima gap so'z? Xo'p, bu yerdan buni jo'natamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz bizda annotation beryapti. Nimaga bunday bo'ldi? Xo'p, biz tokenimiz ishlamay qoldimi? Refresh token is not defined. Qaranglar. Biz refresh token degan mana bu yerda biz to'g'ri sozlamaganmiz. Ba'zi bir joydan sozladik, ba'zi bir joydan esa sozlamagandik. Mana bu refresh token mana bunday olinadigan bo'lsa, access tokenlarda ham set qilinayotgan vaqtda mana bunday set qilingan. Va mana bu yerda xatosi. Eng oxirini ko'ring-da. Request user ID the token ID. Mana bu yerda ham qolib ketgan ekan. Bunday qo'shimiz kerak. Access token, refresh token qo'ygan joyimiz tak. Access token. Hop. Yana shuni ChatGPT ga berib optimallashtiramiz. Bu zo'r narsalarni optimallashtirib beradi shunday qilib. Yaxshiroq modelini ishlatib, shu optimallashtirishini so'raymiz.
Hmm. Qo'yib ko'raylikchi. Nima qildik? Set access cookie. Ha. Xo'p, endi ko'ramiz. Bizda bitta cookie bor, refresh token. Keyin o'zimizning kodimizga qaytaraylikchi. O'zimizning kodimiz to'g'ri ishlasinmi? Ha. Ha. Xo'p, bu yerda hmm. Hmm. Bunday qilar ekanmiz. Xo'p. Agarda bizda agarda access token bo'lmasdan, qani bizda refresh token bo'lmasdan refresh token bo'lsa, u sizda asosida access tokenda ko'ramiz. Yo'q, mana biz ishlamadi. Keyin qaytadan avtorizatsiya qilib ko'raylik. Hop. Ha, bu yerdan yangi tasdiqlash kodi oldik, bu yerga joyladik, bu yerga jo'natdik. Hammasi yaxshi. Create poolni yuboramiz. Hop, bizga body'da nima keldi? Body'dan ko'pgina xatolik keldi. Hop, bu yerda aytayaptiki, pool servis 46-qatorida, servisni 46-qatorida, pool servisni 46-qatorida nimadir muammo deydi. Release nima deydi? TX is not defined deydimi? Ha, TX is not defined deydi, chunki mana bu yerga qo'yish kerak edi buni. Mana bunday qo'yish kerak edi. Shunda hammasi okey bo'lardi. Begin is not a function deydi. Yo'q. Begin transaction balki biz xato chaqirgandirmiz. Transaction. Hop, buni ichidan begin transaction keladi. Biz to'g'ri, hech qanday muammo yo'q. Tak.
release is not a function deydi. Bitta x ichidagi release is not a function deydi. Asli function. Tak. Shuni mana yo'q qo'yaylikchi. Xatoni topdik. Bunga evet qo'yish Hop. This is not a function. Nimaga bu is not a function deydi? Evet qo'yaylikchi mayli. Tekshirib ko'ramiz. Hop. Muammo. Rollback. X ni ichidan bizda transaction ichida transaction funksiya buni ichida begin transaction, query, commit, rollback hamda release. Hammasi bor. Hop, nima muammo? Tak. Mana bunday qilib ishlat deyapti bu. Await qilib ishlatgan hamda mana buni ham await bilan boshlagan deyapti. Shunda release'ni finally olib chiqib qo'yishimiz kerak edi. Endi tekshirib ko'ramiz. Xatolik berdi. Xo'p, xatolikda shunday narsaki, pull emas, pulse edi. Sen pullga joylamoqchisan deyapti. Pulsega joylamoqchimiz biz. SQL option result options ekan, option emas. Mana bunday qilamiz. Hamda mana bunday qilamiz. Endi mana xatolikda pull options ichida xatolik ketdi. Yana option text ekan. Appga o'tamiz. Bu yerda option text ekan mana bunday. So'rov yuboramiz va bizda muvaffaqiyatli yaratildi. Hop, bazani ko'ramiz. Bazani ko'radigan bo'lsak, bizda yangi pool yaratildi, ya'ni ID'si user ID, ya'ni shu user yaratdi buni. Statusi buni hali pending turibdi. Test ekan question. Ya'ni bitta tanlash mumkin. Public hamma ovoz berish mumkin bunga. Ya'ni mana shu sanagacha davom etadi. Hozircha ovozlar soni 0 ta. Shu sanada yaratildi. Shu sanada yangilandi, oxirgi yangilanishi va hali o'chib ketmagan. Hamda options o'tadigan bo'lsak, optionsda mana 3 ta javob turibdi mana. Tushunarlimi? Ha, tushunarli. Xo'p,
Mana shu yerga yana bitta narsa qilaylik. Qaranglar, bularda biz foreign key ishlatganimiz uchun pulsga o'tib, pulsdan biz agar buni o'chirib tashlaydigan bo'lsak, bu optionsdan ham avtomatik o'chib ketadi. Xo'p, ya'ni tartibini yozaylik, tartibini. Xo'p, tartib nima deydi o'zi ingliz tilida? Alo. Tartib nima degani? Haligi 1 2 3 4 deydi-ku. Madina? Zohid? Shart deb chiqaryapti-yu. Nimagadir. Shart jadval degan. Nima deydi? Tartibni shart deb chiqaryapti. Order. Madina nima deydi? Madina biladi-ku. 1 Order. 2 3 4. A? Order. Aytdim-da. Tushunmadim. Men aytib berdim-da bunga dedim. Nima deydi? Order. Order buyurtma emasmi? Yo'q. Yo'q, tartib degan ma'nosi ham bor. Order int default 0. Default 1 bo'lsin. Order default 1 bo'lsin. Yo'q, bo'ldi. O'ylama. Xo'p. 1 2 3 4 ya'ni tartib bo'yicha olayotganimizda shunda kerak bo'ladi bizga bu. Tushunarlimi? Xo'p, optionsdan o'chirib tashlaymiz. Nima o'chmadi? Xo'p. Tak. Pulse bu. Nasıl çıkacak? Hop uçurib oldik. Qaytadan hammasini yaratib olamiz. Bitta save tugmasini bossak, avtomatik hammasini nimalarni tashladi. Hozir mana bu yerda qo'shganimizda bitta virgul qolib ketgan bo'lsinmi? Hop. Order null bo'lsin. Integer bo'lsin, default 1 bo'lsin. Hop, ko'ramiz. Hammasi yaxshi. Hop, bu yerga o'tib перезагрузка qilamiz. Options ichida order paydo bo'ladi. Shunday. Hop, endi pull servisiga o'tamiz. Mana bu yerga order va mana bu yerga esa index olsak va index +1 deb qo'yamiz. Shunda mana bunday narsa paydo bo'ladi. Bu yerdan create qilgan vaqtimizda create bo'ladi. Hamda optionni ko'radigan bo'lsak va order bo'yicha tartiblaydigan bo'lsak, ya'ni esga beradigan bo'lsak, ya'ni order by, ya'ni pull options ichidan order asga beradigan bo'lsak, nima qiladi? 1 2 3 4, ya'ni birinchi bo'lib mana bu yaratilgan, keyin bu yaratilgan, keyin bu yaratilgan deydi. Mana bu yerga nimaga bunaqa ID berib tashladi? Biz men buni tushunmadim to'g'risi. Nimaga bunaqangi ID saqlaganini. Pull options ichida tak result options ichida after increment primary bu yerga nima berilgan ekanda? Primary key berilgan ekan. Tak after increment bo'lsin deyilgan ekan.
Demak, bizga mana bu order kerak bo'lmaydi o'zi aslida. Aslida order kerak emas ekan. Hop, qaranglar, mana bu yerdan biz ID ni olib tashlashimiz kerak ekan. Buni ham olib tashlashimiz kerak ekan. Shunda biz mana buni ham olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Hamda qayerdan keraksiz ma'lumotlarni o'chirib tashlasak, yuzerdan tashqari bo'lgan ma'lumotlarni bu yerdan tozalab tashlasak va SQL ni ichidan ham pool olib tashladikmi? Optionni olib tashladik. Hop. Bitta save qilsak, hammasi o'rniga qaytadi. Va biz bu yerdan перезагрузка qilsak, hamma ma'lumotlar yaratiladi. Hop, endi qaranglar. Ya'ni tartibi buzilib ketmasmikan bunda? Ko'ramiz. Tekshirib ko'ramiz. Create qilamiz. 1 2 3 tartibida bo'lish kerak. Optionni ko'ramiz. Hop. 1 2 3-chi javob 3 deb qo'yganmi? Ikkinchi javob qani? Mana bu 2 bo'lish kerak ekanda. Jo'natamiz, saqlandi. Tekshiramiz. Mana to'g'ri saqlayapti ekan. Mana bu biz ID bo'yicha mana buni nima qilishimiz mumkin bo'ladi, olishimiz mumkin bo'ladi. Chunki birinchi bo'lib mana buni save qiladi, keyin buni save qiladi, keyin buni save qiladi. Tushunarlimi? Har doim biz olayotgan vaqtimizda ID bo'yicha ASCII qilib oladigan bo'lsak, poolni mana bunga join qilib birlashtirgan vaqtimizda, mana poolsga join qilgan vaqtimizda nima bo'ladi? IDs bo'yicha ASCII qiladigan bo'lsak, ya'ni tartib bo'yicha birma-bir javoblar chiqadi. Va bular qaysi pooldan kelganligini mana olishimiz mumkin bo'ladi. Ustiga bosadigan bo'lsak, aynan o'sha poolga yo'naltirib beradi bizni, olib kelib beradi. Hop, bizda 1 soat 20 minut atrofida darsimiz. Avtorizatsiya qismlari tugadi, pool create'lar tugadi. Keyingi darsimizda buni front-end qismiga integratsiyalarini qilib chiqamiz. Kelishdingmi? Bo'ldi. Hop, savollar bo'lsa, men bemalol yozasizlar. Xudo xolisa keyingi darsimizda yana davom ettiramiz. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.